Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda 10x da ko'rishingiz mumkin. Bunisi tayyor bo'lgan, hozir obzorni qilib beramiz. Bunisi esa ish jarayonida. Bundan tashqari ichkarida yana Gentra avtomobilini olib qo'yganmiz. Bu mashinaga ham 4-paketli gaz uskunalarini o'rnatib berganmiz. Hozir esa 10x ga to'xtalamiz. Ko'rasizlar, Aberdunamiz italyanskiy AT12 reduktorimiz, zapravishimiz ham italyanskiy. Injektor Porsche Stak firmasiga tegishli. Miyamiz ham Kunex blok upravleniyasi, ya'ni bu mashinamiz gazda zo'r yurishi uchun proshivkani o'rniga Panda bilan qo'yib berganmiz. Ya'ni gazda vashi idealni yurishi uchun. 10x mashinamizga 90 talik gaz balon taqib berganmiz. Hozir sizlarga balonni ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, 90 talik gaz balon taqib berganmiz. Har doimgidek chanamiz balonga umuman ziyon keltirmaydi. Lentalarni ko'ryapsizlar. Gofra fishka avarinkalari bilan kranimizga to'xtaladigan bo'lsa, u ham italyanskiy mahsulot hisoblanadi. Bizda har doim kачество birinchi o'rinda. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, gaz balonimizni kutib qolamiz. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib tashlaylik. Like bosishni unutmanglar. Hammalarga rahmat.